Operatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, men boshida juda ham qarshi bo'ldim. Boshida emas, men umuman hozir ham qarshiman aslida. Abbosxo'jova nihoyat atvet qildi. U Ko'kosh bilan yuz bergan holatdan chuqur qayg'udaligini aytib, ammo hozirgi vaziyatda oilasini ustun qo'yishini ma'lum qildi. Toshkentda servisim yonib ketdi. Budim yonib ketdi. Bora olmadim. Sababi men oilamni birinchi o'ringa qo'yaman. Har bir erkak kishi menimcha oilasini birinchi o'ringa qo'ysa kerak. Ko'kosh aziyat chekkan klinikaning ambasadori ekani aytilayotgan Abbosxo'ja intervyusi davomida shifokorlar haqida hech qanday izoh bildirmadi. Bolnitsada PR qilib video ko'rgani birinchi o'rinda yugurib keluvdi. Endi oilasi vajda bo'lib qoldi bu ko'tvatchani. Gapini qaranglar. Xalqim deb. Abbosxo'janing shaxsiy avtoservisida yuz bergan dahshatli yong'in klinikadan orttirgan pullarning kasofati, dedi Jasmin. Shunaqa dedi. Endi peshonada yozilgan bo'ladi. Endi ambasador bo'lib pulini olib qo'yganman, qaytarib bera olmayman hozir. Ana u narsam yonib ketdi harom qarashlar reklama qilganimdan. Beti yo'q bola ekansan. To'liq tafsilotlar video davomidan o'rin olgan. Sizdan bir dona like kutamiz. To'liq videoni esa e'tiboringizga havola qilamiz. Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Video davomidagi gaplarimni diqqat bilan eshitishinglarni, diqqat bilan men taraflama ozgina o'ylab ko'rishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Men umuman olganda Ko'kosh bilan Farg'onaga kelishdan oldin xayrlashib keldim. Unda ahvoli yaxshi edi, tuzilishi jihatdan yaxshi edi, chunki Ko'kosh bilgan narsalarni men ham bilaman. Operatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, men boshida juda ham qarshi bo'ldim. Boshida emas, men umuman hozir ham qarshiman aslida. Men Ko'koshga aytdim, Ko'kosh, sizni xalq shu holatingizcha yaxshi ko'rdi. Shu holatingizni agar o'zgartirsangiz, xudo biladi, fayzingiz yo'qolib qolishi mumkin. Qildirmang shu operatsiyani, kerak emas. Undan ko'ra zallar gaplashib beraman deb aytdim. Endi o'rtoqlar, hamma narsa Xudodan-da. Peshonaga yozilgan narsadan hech qachon hech kim qochib qutula olmaydi. Toshkentda servisim yonib ketdi. Budim yonib ketdi. Bora olmadim. Sababi men oilamni birinchi o'ringa qo'yaman. Har bir erkak kishi menimcha oilasini birinchi o'ringa qo'ysa kerak. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Yana bilmadim. Endi bu yerga keladigan bo'lsak, endi meni ishim, meni kasbim, Ko'kosh bilan biz ijodimizga pauza berib to'xtatib turdik. Sababiki banksada bo'lib qolganligi uchun. Keyin men boshqa charos bilan ishladim, Bonu bilan ishladim, Abboslar bilan, blogerlar bilan ishlab, men o'zim kasbimni davom ettirib ketyapman. Tasavvur qiling, siz ham kasbdoshingiz, bitta ishxonada ishlaydigan odamingiz kasal bo'lib qolsa, borasiz, ko'rasiz. Lekin batamom yonida yura olmaysizda. Bu endi fiziki ham, hayotiy, tirikchilik jihatdan ham ulgurmaysizda. Kecha kechqurun Instagramda gaplashdik, ahvollarini so'radim. Hozir ham duodaman men. Hamkasbim iloyim sog'ayib ketsin inshaalloh, duodamiz. Instagramdagi har xil bizga bo'layotgan tuhmatlarga e'tibor bermasliklarini iltimos qilgan bo'lardim. Sababi endi dadam bu narsalardan xabar topib qopti. Dadam bitta gap aytdilar: "O'g'lim, sen hech narsa emassan, sen umuman hech kim emassan. Hattoki biz rasulimiz, payg'ambarimizga ham shunaqa tuhmat toshlari otilgan edi. Bu sinov. Bu sinovdan Xudo xolasa birgalikda o'tamiz. Meni ijodimni avvaldan kuzatganlar, meni juda yaxshi biladiganlar biladi. Ijod o'z yo'liga, hayot o'z yo'liga. Bizning shaxsiy hayotda adovatlik emasmiz, bir-birimiz bilan urushgan joyimiz yo'q. Ko'kosh bilan yoki bir-birimizni so'kishib, bir-birimizni tepishib ketgan joyimiz yo'q. Hammasi yaxshi. Kecha ham gaplashdik. Ko'kosh, tak держать, siz kuchlisiz, Xudo xolasa sog'ayib ketasiz. Eng muhimi sog'liq. Sog'ligingizga ehtiyot qiling. Biz duodamiz. Men bab borganim bilan hech narsa qila olmayman. Atrofida mana do'stlari bor, ko'rib turibman. Blogerlar hamma qarashib turibdi. Men endi Farg'onada oilamni oldiman, ota-onamni oldiman. Bayramni tugatib, inshaalloh 6-chilarga yo'lga chiqib boraman inshaalloh. Endi fikrlarim tarqoq to'g'risi. Ko'p narsalarni balki gapira olgandirman, balki gapira olmagandirman. Endi erkak kishi hamma narsani ham aytavermaydi. Haqiqiy erkak dardini ichiga yutadi. Biz ham chiqib olib ha qilib hammaga dardimizni aytaversak, erkakligimiz qayerda qoladi o'rtoqlar? Salomat bo'linglar. Bu bolani hozir Ko'koshda oldi kechirim so'rab, uzr so'rab chiqadi, oldingizga bora olmadim, uzr, men olib chiqmadim shu temani deb kechirim so'rab chiqarmikin desam, men oilamni ustun qo'yaman, no kasal bo'lib qopti, peshonada yozilgani bo'ladi-da.
peshonada yozilgani bo'ladi. PR'ni qilib oldim. Boshqalar bilan ishlayapman. Ijodimni to'xtatib ketmayman-ku. Menga pul kerak-ku. Men gapirolmayman u bolnitsani. Ambasadorman men. Pulini olib qo'yganman. Ko'ttimga sikadi. deb chiqibdi dalbayob bilan. Voy konchini urod. Uzr borolmadim. O'zimda problema bo'lib qoldi. Shunga chiqara olmadim, yoniga kela olmadim. Bolnitsada PR qilib video ko'rganim birinchi o'rinda yugurib keluvdi. Endi oilasi vashna bo'lib qoldi bu ko'tvachchani. Gapini qaranglar. Xalqim deb. Endi Ko'kosh bolnitsada yotib qoldi. Men boshqalar bilan ishlayapman. Sevinch bilan ishladim, Ahmad aka bilan ishladim. U yoqda ko'timga siktirdim. Bu yoqqa bordim. Xoram qarish pul topganim uchun, xalqni aldaganim uchun anu narsam nima? Bu narsam yonib ketdi. Onasini eshak siksin yonib ketdi. Bulat o'zini opravdovat qilib chiqibdi. Kechirim, uzr, shunaqa bo'lib qoldi. Endi PR qiluvdik. Men bolnitsaga kirib oldim. Xoram qarish telefonimni ko'tarib deb kechirim so'rab chiqarmagan desam, o'zini opravdovat qilib chiqdi. O'tirib olgan pozani qaranglar. Rahmiylar kelsin menga otsaysini svitova duha amin. Yordam darkor, menga ko'proq reklama beringlar. Men ash klinikani, qassobxonani ambasadoriman. Endi yomonlab qo'ysam ko'timga sikib pulimni olib qo'yishadi. O'zi ko'tim chiqib yotibdi, harom qarish reklama qilib yurganim uchun. Hamma yo'da reklama qilib, bo'xti ham, bilan bo'xti ham reklama qilganim uchun o'zi ko'timga kirib yotibman. U yoqdan pulni so'rasa ko'timga yana ham kirib ketaman deb chiqibdi. Ko'koshga Xudo Alloh asrasin, bilat Alloh asrasin-ku. Ko'koshga Halima opada bir narsa bo'lib qolganda nima bo'lardi? Shunaqa deb chiqarmading. Dalbayob, tupoy ko'rdingmi qornini? Ahvolini ko'rdingmi sen dalbayob? Gapirgan gapingni qara. Endi peshonada yozilgani bo'ladi-da. Endi peshonada yozilgani bo'ladi-da deydi. Bilat PR'ni qilib yotuvding-ku zo'r bo'layotganda. Hezalak o'rtoq degan og'irida ham, yengilida ham yonida bo'ladi. Xezimvachcha dadam menga aytdiki, payg'ambarimizga ham tosh otilgan, g'iybat toshlari otilgan. Sen o'zingni payg'ambarga tenglashtirma. Bilat o'rtoq degan boshdan oxirigacha turib beradi. Sen bolnitsaga olib borib PR qildingmi, reklama qilib, operatsiya tugaguncha videoga olib turdingmi, reklamani bosding, podpishchiklarni bosding, bolnitsaga ambasador bo'lding, xalqni aldab kelinglar, zo'r doktor topdim, kelinglar operatsiya qiladi deb mana ashincha jertva yotibdi. Sen ko'tga o'xshab o'tirib olganingni qara, o'zingni payg'ambarga teng qilib, dadam shunaqa dedi. Endi peshonada yozilgan bo'ladi. Endi ambasador bo'lib pulini olib qo'yganman, qaytarib bera olmayman hozir. Ana u narsam yonib ketdi harom qarishda reklama qilganimdan. Beti yo'q bola ekansan, dalbayob, beti yo'q bola ekansan. Men to'layman o'sha pulni. O'rtoq, qiylanma, xavotir olma, bechora jentrasini sotmoqchi, xalqdan pul so'ramanglar. Men jentrani sotib chiqaman deyapti bechora. Men ugovorit qildim, qilmang dedim, shu ishni qilmang dedim deydi. Ha dalbayob, sen ambasadorsan, qanday qilmang deysan, pulini olib qo'ygansan sen, ko'tvachcha. Yolg'on gapirma, hezalak. Ha ko'ting chirib tushsin. U yonib ketgani fignya, hali undan battarini ko'rasan sen.